Yangi videoni ham yuklab bo'ldim. Voy, bu eski videoyim 1000 ta, undan oldingisi esa 700 ta ko'ribdi. Juda ham yaxshi aktiv. Yo'q, barcha assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Twixsiz. Voy, sizlar mahliman. Voy, to'shay. Hop, hammaga salom. Sizlar bilan Twixsiz. Men yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Twixsiz nomli Jones kanalimga xolos bolalar biz agar shunaqa qilmasak bo'lmayapti. Aytgancha men telefonimni hali beri topganim yo'q. Umuman yangi telefon olishga vaqtim ham yo'q, chunki bilmadim. Shaharga chiqqanim yo'q. Hop, mana bularni terib olamiz. Hop, bolalar hammaga rahmat. Men yangi mishka sotib oldim. Sizlarni podpishkalar orqali endi nasib qilsa yangi klaviaturani olamiz va eski klaviaturani omadli bir obunachimga sovg'a qilib yuboraman. Faqat kommentariyaga o'z izohingizni yozib qoldirasiz va mishka bilan o'zimni klaviaturamni, birinchi klaviaturamni, ya'ni videoroliklarni bo'shagan paytim shu klaviaturani birinchi omadli obunachimga topshirib yuboraman. Xo'p, bunaqa bilmadim hali ko'p youtuberlar qilganmi, qilmaganmi. Xo'p, ana bu yerda mana nima qilyapti? Nima? Digital? Yo'q, sotuvchi digital-ku. Yo, assalomu alaykum janob politsiya, yaxshimisiz? Bu yoqqa qaytgan. Assalomu alaykum janob politsiya digital, bu yerda nima bo'lgan o'zi? Bu yerda qotillik bo'lgan, tarafga o'tmagan tamoz. Qanaqa qotillik? Qishlog'ingizda qanaqadir yovuz masxaraboz paydo bo'libdi. U odamlarni o'ldirib, xullas jasadlarni ko'chaga qo'yib ketyapti. Nima jasadlarni o'ldirib ko'chaga? Jinasi mana buratni degan qo'shib oldim. Xo'p. Voy, digital sotuvchi. Bu sotuvchi. Sana sotuvchisan, просто sen meva sotasan. Qara bu yerda xullas qarang. Siz baqa o'tiring, bayog'ida halak qilmay turing. Bularni intervyu olyapman. Mayli. Intervyuda. Xo'p, qanaqa intervyu? Qotillik payt qanaqa intervyu olinadi? Qanchami bular? Jinasi. Hop, obunachilar, qishlog'imizda qanaqadir yovuz masxaraboz paydo bo'lganday bo'libdi. Hop, ana bu nima? Jinusib. Ana bu nima o'tib ketdi? Mayli. Hop, meni yumaqosa masxaraboz? Yo'q, masxaraboz meni yumaqosa nima qiladi? Hop. Obunachilar o'tgan videoda bu safar ham transmotorda bang'alab nimaga uzoq vaqtdan beri Twixsiz kanaliga video qo'ymayapsan desalar, mana o'zimning Telegram kanalim bor, Twix rasmiy degan. Yo'q, Twix hamjamiyat. O'sha Telegram kanalimga o'tsalaring, men batafsil ma'lumot berib o'tganman. Nimaga video chiqmayapti? Nimaga men yo'q bo'lib qolyapman arada, shuning uchun ham o'sha yerda ponni batafsil ma'lumot berib o'tilgan. Hop, mer kirsam bo'ladimi? Qanaqa? Hop, assalomu alaykum janob mer. Qishloqdan nima bo'layotgan bilasizmi? Ha, bilaman, ayoldan shaytonni o'ldirib ketishibdi, sotuvchi shaytonda. Meni juda ham eng yaqin do'stim edi. Hop, mana bu xolos nima desam bo'ladi? Poliziklarni oling, mana bu yerda ikkita chiroq qolgan, o'likni kecha bergan edingiz, ikkita bitta qilib. Hop, unda men nima qilsam bo'ladi? Agar chop toza bo'ldi, ana bu yerda mashinam turibdi. Navbatdagi meni mashinamga agar masxaraboz qotil teginadigan bo'lsa, uni kalasini sapir yozib tashlayman. Bu meni sevimli mashinam. Ha. Bo'ladi, mashinlar keyingi safar men qizil kostyumimni kiyib videorolik olaymi yoki futbolka kostyumimni kiyib olmayman. Mana bu yerga masxaraboz o'ldirib qo'ysak bo'ladi. Ha. Xo'p, bola Jeffrey Epstein haqida hamma bilgan bo'lishi kerak. Bu juda ham menga yoqdi xullas. U haqida bir gapirib berish hatto. Chunki bilmadim, mana bu uyni sotib olsammikin do'stlarim, qaranglar. Mana bu gullardan qaranglar. Xo'p. Hop, meni o'rtoqlarim bu yerda kam birtagina faqat Vince yashaydi va Raisa ko'chib ketdi bu yerdan. Raisani ko'plar tanimaydi. Xo'p, unda kameramni olib olaman, kamera kerak bo'ladi. Oltinlarimni bilan sotib olishim kerak, mashina kaliti. Pullar kerak emas, va bir hozir ishdan olaman. Faqat kamera olib shu do'stimga bugun videorolik qilishimiz kerak edi, shunga kameramni sotib, unga xolos videorolik mana bu ishni qilib qo'ydim. Voy. Noroq bo'lgandek ko'rinadi. Obunachilar, hozir men do'stimga boraman, mana bu kamerani to'g'latib yuboraman. Ha. Xo'y, Vince, eshikni och, Vince, eshikni och. Nimaga ochmayapti? Nima? Qon? Vince, nima bo'ladi do'stim? Tura qol, iltimos. Jinosiy qonlarni qaranglar. Bu yerda qon juda ham anqib ketgan. Vince, seni kim bu ahvolga soldi? Yaramas masxaraboz. Mana bu qish
Vinstni o'ldirgan masxaraboz. Mana topib o'ldiraman o'zim. Voy politsiyachilar, qaranglar, mana bu yerda meni bitta do'stim Vinstni o'ldirib ketibdi. Mana o'sha yaramas masxaraboz bo'lsa kerak. Qayerda? Ana bu yerda kichkina uychada, oddiy eshik. Aha, olib borib tekshiramiz. Mana bu yetildi. Bechora ko'zlari yonib qolibdi. Do'stim, sen ham meni yaqin do'stim eding, sotuvchi yetil. Ruhing shod bo'lsin. Jennarsini bu yaramas masxarabozni o'ldirish kerak uni. Bunaqa bugun o'zida ikkita qotillik. Agar bugun o'zida ikkita qotillik bo'ladigan bo'lsa, bilmadim. Bundan keyin yana qanaqa qotilliklar yuz beradi? Ana yaramas masxaraboz. Hozir chiqib uni o'ldiraman. Yaramas masxaraboz. Qani u? Yo'q bo'lib qoldi. Mana bu yerdan ekan. Qani mana bu yerdan. Yo'q, bu yerda hech kim yo'q. Jenarson, bu masxarabozni ushlab o'zim o'ldiraman. Ha. Hozir birpas o'ltirib davolanib o'zimga kelib olmasam, juda ham qiyin bo'lyapti. Xo'p, mana bu oltin olmalarni oltin olmalar kerak emas. Xo'p, bu yerdan ko'chib ketishga to'g'ri keladimi? Bilmadim, birpas o'ltirib davolanaman. Obunachilar, o'zimga kelgandan keyin kamerani hamon qo'yma, meni xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Yo'q, juda ham zo'r anime ekan, chachib bitdim. Bo'lma, oddiyroq daraxt o'qimasam, uyimda daraxt qolmadi. Xo'p, tezroq ishni yapamiz va daraxt olib kelgan. O'zi kech ham tushib qoldi. Xo'p, mayli, xo'p, mana cho'chaqlar. Xo'p, mana bu yer nimaga g'alati? Jenarson nima? Xo'p, mayli. Yo'q. Bu yer nimalar bor? Voy, Jenarson, men qayerdaman? Voy, Jenarson. Nima? Sen yaramas, meni do'stlarimni o'ldirding. Sotuvchi yetilni va Vinstni o'ldirding. Siqir. Nima? Yo'q bo'lib qoldimi? Yo'q bo'lib qoldi. Mana bu eshik nima? Bunda nima bor? Ochila qol. Bu yerda telefon bor ekan. Xo'p, shu telefon qalay endi? Politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Alo, assalomu alaykum politsiyachilar. Meni o'sha yaramas masxaraboz o'g'irlab ketdi. Qayerdasan sen? Xo'p, adashmasam agar men o'z uyimni podvaldaman, chunki podvalda shunga o'xshagan joy bor edi. Hozir biz boramiz. Xo'p, mayli, bo'libdi. Yo'q, men o'zim uyim podvalda emas ekanman. Bu yer adashmasam, nima desam bo'ladi? Merni uyini oldidagi katta uy bor-ku, ana shuni podvalda. Hozir o'sha yerga bostirib boramiz. Mayli, bo'pti. Xo'p. Yaramas baribir san ustiga. Jenarson, sen nechta odam bilan birga zamon bo'lgansan? To'g'ri politsiyachi? Boshqa paytgacha 100 dan ortiq odamlarni o'ldirib borgan. Sen ablah meni ikki yaqin do'stimni ham o'ldirding. Seni o'lim jazosiga mahkum qilishsan. Sizlar davlatimiz uni o'lim jazosiga mahkum qilinglar. Xo'pmi? Xo'p, mayli. Xo'p, barchaga xayr obunachilar, xullas biz baribir mana chiqib ko'rsam mumkin. Bugun menga juda ham og'ir kun bo'ldi va mana bu telefonga rahmat va bu meni o'z hayotimni qutqarib qoldi. Bu telefon endi meni eng yaxshi xullas bu telefondan hech qachon ayrilmayman. Xo'p, keyingi videoda ko'rishguncha xayr bo'linglar, sizlar bilan tegsiz bo'linglar, sog' va omon bo'linglar.